Jigarlarim, qadrdonlarim, Andijon mashina bozorida mana Labo ishqibozlar uchun Labo qatori kelganmiz. Labo bu safar xudo xolasa juda ko'p Labo chiqibdi mana. Sezon boshlanishida bosish kerak ekan. Aka nechi bu yil? 2008. 2008 ishlab chiqargan Damas Labo. Damas Labo. Benzinga mana gaz yuradi. Yuradi aka, ikki olgan bog'i. Xudo xolasa ikkovga ham yuradi deb 4 ta yumshoq baloni bor ekan, sondiqchalari bor. Bagajlar ham qo'yib qo'yishibdi. Disklar qoplangan. Hamma yo'q ideal holatda. Birga bir qilib ishlab qo'yish. Orqa tomon qilinish holatlari mana. Hech qanaqa xudo xolasa kamchilik yo'q ekan. Metan gazlar bor mana akalar. Ichki holatlari. Bitta polik tashlab olasiz mana, chexollar xudo xolasa zo'r holatdagi idealgan. Yurgani 861 ming ekan. Aka dokumentdan muammo bo'lmaydi? Aka, liboy dokument beramiz xudo xolasa. Mineralni ham oddiy. Tentga ham ruxsatnomasi bor. Tentga ham ruxsatnomasi bor, gazga ruxsati bor. Bor aka. Muammo yo'q xudo xolasa. Nech pul endi puli? Aka, pulini 5 mingdan beramiz deyapmiz. Kami bor. Bozor nech pul qildi buni hozir? Buni aka o'tgan bozor 4,5 ming qilishgan edi. Qo'shilsa ketadi. Xolos, 4,5 qo'shib beramiz. Telefon nomeringizni aytib bersangiz. 77lik 77lik 004 004 1007. 1007. Shu raqamlarga aloqaga chiqib, akamdan to'liq ma'lumot olasizlar. Mana listlar qoplangan, bagajlar qo'yilgan, tentga ruxsati bor, metan gazi bor, 4 ta yumshoq baloni bor. Mashina xudo xolasa minishga tayyor, sezonga tayyor mana. Labo. Bosib yuborasizlar buni. Sezon boshlandi. Gazini bosinglar akalar. Labo 500 mingdan pul topyapti kuniga. Qish tashismi, shaqal tashismi, sizlarga bular liboy narsa tashlaydi. Qadrli obunachilar, jigarlarim, Andijon mashina bozorida mana Labolar qatoridan Laboda arzonlarini topdik mana. 2012-yilda ishlab chiqarilgan Damas Labo ekan. Gaz balonlari bor, 4 ta yumshoq baloni bor, o'rtacha holatda ekan. Mana metan gazlari bor. Xudo xolasa mehr berib chiroyli qilib qo'yishibdi. Hojaga puli nechi pul buni? 5200 kami bor. 5200 kami bor. Partiya yo'llari bor, variant bor. Liboy yo'li bo'laveradi. Bir yilga to'g'rimi? Yo'li ko'tariga qarab beramiz. Bo'laveradi. Nechi puli bor telefon qilsin? 2000 puli borga beramiz. 1,5-2 ming bor, telefon qila olasiz. 1,5 Naqd pulga 5 mingmi? 5 ga beraveramiz. Bu nomeringizni aytib bersangiz. 97lik 97lik 166 166 83 80. Shu raqamlarga aloqaga chiqib, Bo'lsa bo'ldi. pravasi bo'lsa bo'ldi ekan. Mana shu 1,5-2 ming puli bor, shuni aloqaga chiqarsin deyapti. Naqd pulga 5 ming dollarga beramiz deb. 2012-yilda ishlab chiqarilgan Damas Labo. Sezon boshlandi, gazini bosish kerak. Dokumentdan muammo yo'q. Dokumentdan muammo yo'q. Mana mashinasi. Bo'laveradi. Izbos kerak. Orqa tomon mana ko'rib turibsizlar, mana ramonlari butun ekan men. Yaxshi holatda ekan akalar. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Akaga telefon qilinglar. To'liq ma'lumot olasizlar, xudo xolasa ko'niga yo'l topsalar arzonroq qilib beradi mana akamiz. Jigarlar, navbatdagi mashinamiz Damas Labo ekan, koreyskiy Labo ekan. Ko'rinish holatlari mana. 4 ta yumshoq balonlar. Metan gazi bor aka? Propan metan. Puntlari bor, mejigar. Mejigar puntlari bor. Kraskasi qanaqa buni? 50% 50% bor. Lekin ramasi butun. Ulangan joyi yo'q, xudo xolasa. Mana akalar, listlar qoplab qo'yilgan mana. Orqa tomoni mana akalar, propani ham, metani ham bor ekan. Metan shunday yopilsa, propan yopib ketaverasizlar ekan. Muammo yo'q ekan. Sezonda gazini bosish kerak. Koreyskiy Labo 2012-yilda ishlab chiqarilgan. 50% kraskasi bor, ramasi butun ekan. Ko'raveramiz. Aka puli nechi pul buni? 2000 dollar pulimiz bor. 6,5 ming. variantga. Bozor qancha qildi aka buni? Bahorga berishdik. Beryapti aka. Bahorga berishdik. Nomeringizni aytib bersangiz. 95lik 95lik 021 021 91 99 raqamlarga aloqaga chiqasiz. Mana akamdan to'liq ma'lumot olasizlar. 12. Andijon shahar temir yo'l vokzali qatorida Baxti uyi ichida Matkanova Gulnora opamiz. Koreyskiy Labo akalar. YouTube ko'proq ko'taradi yukni. Nargi Labo. Bemalol boraverasizlar. Bos orasida Notariallik kontorida navbatdagi mashinamiz Damas Labo ekan. 2012-yil deb aytyapti. 4 ta yumshoq baloni bor, metan gazlari bor. Listlar mana qoplangan. Xudo xolasa yangi mana hali hech narsa yuklanmagan. Holatlari zo'r mana. Chexollarimiz yangi chexollar qo'yib qo'yishdi mana. Ichki holatlari magnitofon bor. Yurgani ancha ekan yurgan. Magnitofon bor. Bitta polik tashlab olsak bo'ldi. Yil necha desa 12 mi? 7. 2007 2007-yilda ishlab chiqargan ekan. Nomeringizni aytib berasiz?
77'lik 77'lik 288 288 15 15. 15 raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar akamga. Puli necha pulda o'zi? 5000 dan 4800 kami bor, xudo xolasa. 4800 kami bor ekan, damazlar bu. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar akaga. Assalomu alaykum jigarlarim. Navbatdagi laboyimiz 2004-yil ekan. $4000 kami bor deb aytishyapti. Holatlari xudo xolasa zo'r ekan mana. Ichki holatlari mana. Bitta po'rik tashlab olasiz. Qolgan yerlari yaxshi ekan mana. Orqa tomon ko'rinish holatlari mana. Lis qoplanmagan. O'zinglar deylarga moslab qoplangan. Metan gazlar bor mana. Holatlari zo'r xudo xolasa mana. Ko'raverasizlar. Pul arzonroq labo istab yurgan akalarga mana labo. Ho'sa qo'yish nomeringizni aytib bersa? 50 sotiylik joyimiz bor ekan Bog'ishamonda. 93lik 415 Muammoga yetmasdan Archazordan o'tkazishdi. raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar mana. Oldinga beriladi. 50 sotiylik joyimiz bor. Labo, Damas. Xona, uy bor. Manzil. Damas labo keyingisi mana 2012-yilda ishlab chiqarilgan metan gazlari bor. Mana yasalgan sandiqchalari ham bor. Chap tomonda metan apparatga chiqarilgan. Kuniga qoplangan. Hech qanaqa ishyo mashina. Tomonga qarab. Lekin motor hadovoylar puli necha pul bu? 5000 kam bor. 5000 kam bor. Bozor necha pul qildi bu? 5000 pul bo'lgan Bitta oshxonasi bor. hozir yaxshi kelinglar akalar. pul bo'lsa necha oy? Zudlik bilan sotiladi. Zararga ko'payadi. Bir oyga. Shu joyiga yo'lga keling. Ish holatlar mana. Bemalol ko'raverasizlar. Nomeringizni aytib berasiz? 94lik 001 07 80. Shu raqamlarga aloqaga chiqib akadan to'liq ma'lumot olasizlar. Tayyor hisoblangan Damas labo. Ta'limga beriladi. Kerakga. Beraman. Qadrli obunachilar, 2023-yilda ishlab chiqarilgan yangi Damas 12 radnoy ballonlar bilan ekan. Metan gazlari bor. Xudo xolasa 53000 kilometr yo'l bosib o'tgan ekan mashinamiz. Boshqa ko'rinish holatlari, xudo xolasa poli bor, chiqol bor, barlari bor ekan. Mashina xudo xolasa zo'r holatda, sezon boshlandi, gazini bosish kerak. Zapaska ballon bor. Tuniga qoplangan, ko'rinish holatlari ekan. Orqa tomon ko'rinish holatlari. Metan gazlar bor. Aka puli necha pul endi? 7000 kam bor. 7000 kam bor. Dokumentdan muammo yo'q. Qolgan dokumentni berilaveradi. Nomeringizni aytib berasiz? 97lik 97lik 992 992 09 60 960. Shu raqamga aloqaga chiqib, akadan to'liq ma'lumot olasizlar mana. Tinker. Bo'ldi aka. Mana tayyor labo mana. Aka sezon boshlandi, gazini bosish kerak mana. Laboga qiziqqan obunachilarga sekin jo'natib qo'yasizlar do'stlaringizga. 2023-yil ishlab chiqarilgan kraskasi top-toza 53000 yurgan. Ziyorlarim, navbatdagi laboyimiz 94-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Metan gazlari bor. Ichki holatlarni ko'rib turibsizlar. Ichki holatlarni ko'rasiz. Yana mana labo. Necha yil eskiroq ekan, lekin yaxshi holatda. Pul necha pul aka buni? 3000 kami bor. Motor hadovoy korobka deyish yo'q-a? Umuman korobka, nos, Ishga tayyor, ish qilaveradi, gazini bosadi, 1 tonna ko'taradi. Bemalol ko'taradi. Bu dokumentdan muammo yo'q. Xohlagan dokument. Pul $3000 da 3000 kami bor. kami bormi? Necha pul? 2,5 tepasi bitami? Shunaqa 2,5 ustida yursa beradi. Bor, 2,5 da ustida yuradi. Ular xudo xolasa 2,5 tepasiga berar ekan. Nomeringizni aytib berasizmi? 99lik 99lik 908 08 02 908 08 02 0802 raqamlarga aloqaga chiqib, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Yili eski lekin jiri bor mana. Ish qilsa bo'laveradi. Aytganlar labo mana. Pul yengil, yili eskiroq bo'lsa ham mayli, minaman deganlarga mana labo.